3 yoshli olxo'riga shakl berish ishlarini olib boramiz hozir. Yozda pishadigan olxo'ri. Ko'p suv ichgandan tabaqalab ketgan juda ham. Ko'rsatib beramiz hozir. Avvalambor bir-biriga yaqin shoxlar olinadi. Qaychida. Undan keyin operatorimizdan yaqinroq kelishini so'raymiz. Mana bu yerlarda gullash uchun kurtaklar bor mana. Hosiliga Xudo xolasa hosiliga o'tiryapti. Mana bu yerdan hisoblab, mana bu yergacha hisoblab olamiz. Agar buni qoldiradigan bo'lsak, ertaga yaxshi sog'gan paytda bu hosilni ko'tara olmay sinib ketishi mumkin. O'shaning uchun o'ziga yetadigan darajada qilib buni kesamiz. Albatta kesayotganda tashqari tomondagi kurtakni qoldirib kesamiz. Mana bu tashqariga o'sadigan. Qolganlarini xuddi shunaqa chiqamiz. Birinchi o'rinda e'tibor berish kerak, o'rtani savat qilib olish kerak. Kosasimon qilib. O'shanda quyosh hammasiga yaxshi tushadi. Olxo'rlarimiz juda ham yaxshi zo'r bo'lib pishadi.